Hanafiy mazhabidagi fatvo to'plamlarining eng ulug'i hisoblangan Xulosatul Fatawo asarining kufrga sabab bo'luvchi lafzlar bo'limida bunday keladi: Man abghada aliman bighayri sababin zohirin khifa alayhi al-kufru. Kimki biror olimga zohir, ochiq sababsiz nafrat qilsa, unga kufr xavfi tug'iladi. Mazkur Fatavoi Tatarxoniya asarida man shatama aliman aw faqihan min ghayri sababin khifa alayhi al-kufru. Kimki biror olimni yoki faqihni sababsiz so'ksa, uning kofir bo'lib qolish xavfi bor deb aytilgan. Bugun ko'p tarqalayotgan fitnalardan biri bu ulamolarni masxaralash, ularga ta'na qilish, ahli ilmlarni kofirlikda ayblash, ularni haqorat qilish, hatto ilmini masxara qilish bo'lib qoldi. Bu insonning iymoniga zarar qilishi mumkin ekan. Islomda hatto jinoyatchi mahbusni ham so'kish, haqorat qilish va masxaralash mumkin emas. Bu hatto dunyoviy qonunlarga ko'ra ham taqiqlangan. Endi u ulamo va olim bo'ladigan bo'lsa, uni so'kish, haqorat qilish, masxaralash gunoh ustiga gunoh bo'lishiga shak shubha yo'q.